Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun Artel polavtomat kir yuvish mashinasini suv ketmayotgan sababini sizlarga ko'rsatib beraman. Kir yuvib bo'lgandan keyin slip vadi deganga bosganimizda suv to'kilmadi, ichidagi suv yuvib bo'lganimizdan keyin. Shuni sababini nima bo'lganini ko'rsatib beraman sizlarga. Mana orqa tomonda 3 ta samariz buralgan bo'ladi. Mana shuni ochamiz. Plus atverka. Ochildi. Keyin chetida joy bo'ladi. Shuni asta ochasiz. Pastga tushirib sinib ketmasin. Ochib oldi. Ochganimdan keyin mana ichki holat. Mana tepada ham burganimizda slip. Shunda ham ko'tariladi. Suv qo'yib yuboradi shu yerda. Shunda ochgan suv bemalol ketyapti, motori haydab bermayapti. Motori bor. Mana motori mana turadi. Motori. Motorning ushlaganimizda qizib ketgan orqa tomoni qizyapti motor. Sababi motor suv haydab bera olmayapti. Ichidagi suvni chiqarib bera olmayapti. Hozir ochib ko'ramiz. Motorni ochish uchun tegini kir mashinamizni mana bunaqa yotqizgan holatda orqasida mana bunaqa G shaklidagi ключ kerak bo'lar ekan. Mana bunaqa ключ kerak bo'ladi. Shunda ochamiz, mana yechiladi. Sal bo'shatib olsangiz qo'lga ilinar. Bu yerni ushlab turib yechib oldik. Shundan keyin sal ichkari tiqamiz. Motorimiz bu yerdan chiqyapti. Motorimiz chiqdi. Mana bu tomoni qizyapti motor. Sababi ichida u narsa tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga motor aylanib qizib ketgan. Hozir shuni ochib ko'ramiz. Mana motorni ochganimizdan keyin bu yerda ham 4 ta gayka samarizda turar ekan. 4 talasini ochib olamiz. Ichiga narsa tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga motor qizib ketyapti. Suv chiqarib bera olmayapti. Sekin ochib mana ichiga mana bunaqa oq narsalar tiqilib qolgan ekan. Shuni hisobiga motor aylanmayotgan ekan.
Mana kurtkalar ichida bo'ladi. Shuni hisobiga motor aylanmayapti. Anchadan beri yig'ilib yotgan bo'lgan bu. Ichini tozaladim shunaqa. Motor mana bunaqa holatda bo'ladi. Ko'rdinglarmi, ichini nagar bosgan, tozalab chiqamiz bir sitir. Mana parrang tagida mana qizil narsalarni, kiyimlarni iplari o'ralashib qolgan ekan mana. Shuni ichiga sinmay bu narsani tortib olamiz. Shu mana ventilyator aylantirishga bermayapti parrang. Mana orqa tomonda o'ralash yosibni ko'ryapmiz. Motorchiga mana ipini tiqilib qolgan iplarni olib tashladik. Mana quruq salfetkada artib tashlaymiz motorni. Mana ichki motori ichki qismini quruq salfetka bilan artib tashlaymiz. Ichini atyoskaga motorini mana qarab, mana rezinkalar qarab joyiga joylashtiramiz. Magnitli o'zi tortib oladi. Mana bosib qo'yamiz. Mana motor joylashtirib oldik, mana ishlashini ko'ringlar. Mana yoqdik, mana bemalol aylanyapti. Motor bu tiqilib qolgan hisobiga motor aylanmayapti. Suvchini joyiga artib tashlaymiz. Quruq salfetkani keyin motorni joyiga joylashtiramiz. Samarezlarni o'z joyida qoldiramiz. To'rtta samarezda turar ekan bu. To'rtta tomonini siqib qotirib oldim. Motor ichigini joyiga qotiramiz. Ana motor ichki joyiga olib bordik. Endi bu yoqdan samarez bilan qotiramiz.
qottirib olamiz. Ikkita boltda turadi. Endi joyiga qotib tashlaymiz. Bu qondiradi. Boltdan sıkıp qottirib oldi. Qotdi joyiga. Mustahkam bo'lib qotdi. Ishlatib ko'ramiz. Mana silifni bo'lamiz. Motor ishlayapti. Ovoz zo'r. Bunisini joyiga qottirib olamiz. Hamda tushirib olasizlar, keyin tepasidan tushirib bo'ladi. Qiz bo'lsin. Tarib işte bu samarasi turadi, qottirib qo'yamiz. Mahkama qottirib oldi. Silif ishlayapti. Suvni bemalol to'kadi. YouTube kuzatuvchilar sizlarga mana ichida filtri bo'ladi. Mana shu kir yuganlar, kir iplari, kirda chiqqan narsalar yig'iladi. Shuni mana ichi ochiladi. Mana ichi mana ochiladi. Mana bitta kirlar to'kiladi. Shuni suv bilan yuvib tushirib olsak bo'ladi. Mana bunda ozgina qo'yaman. Ip kichkina. Shunaqadan tozalab tashlab, mana shu ichiga yig'iladi. Shuni yopasizlar, joyiga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Qo'yib ishlab turasizlar. Mana suv sog'amiz. Silifni ishlashini ko'rasizlar. Motor ishlayapti. Mana suvni to'kib beradi. Bemalol. Suv to'kib beradi. Aziz YouTube kuzatuvchilari, keyin ko'rsatuvlar ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.